Assalomu alaykum. Keling okajonim, keling. Siz shahrida Oktyabrda joylashgan qadar yeng bir dum kirpishni ishidan kirgan joyimizda shunda chap qo'limizda bu yerda deskimiz bor, barcha jihozlar qoladi. Idealni qilgan jaluzi pardalargacha ham qilingan. Undan bu yoqqa kirib kelsangiz bu yoqda sanuzerlarimiz alohida dushuv kabinani qilingan, yengil stralka. Hojatxonalar alohida, arisollar qo'yilgan. Bu yoqda mana bemalol mana shu kafillar qilingan, cho'tki qilingan, отопление bor. Bu yoqda mana spalnimiz bor. Spalni ham cho'tki, barcha jihozlar qoladi. Egasi idealni o'zi uchun qo'ygan, просто chet yerga sroch ko'chib ketayotgan ekan. Bu yoqda mana zalimiz. Zalimizda ham qaranglar, karburetor to'shalgan, gilamlar, pardalar, konditsionerlar, televizorlar, hamma jihozimizda qoladi. Qaranglar, bolajonlarimiz uchun bemalol mana ofis dars qiladigan joylar qilib qo'yilgan. Barcha mebellarimiz qoladi. Oshxonamizda balkonga olib chiqilgan, betlar ham to'pli bo'lib qilingan, jihozlar hammaliga qoladi, yengil narsa qoladi. Endi kecham bu yerda o'tiradigan qarab, uголокlarga ham qilingan, utuplet qilingan, birinchi etar rishotkalar qilingan. Kelajakda bemalol olsanglar, через bank olsanglar, narxi 58 ming. Sunnatiga o'tib beramiz, telefoni bilan pastga ko'rib beramiz, bizga layf olib chiqish hech chiqmas.